Bugun sizlarga Ray-Ban tashkillarini opravasini qanaqa qilib to'g'ri tozalashi va oynasini qanaqa qilib to'g'ri olishi o'rgatib qo'yaman. Videoni oxirigacha ko'rib tursanglar, bu video sizlarga foydali bo'lishi mumkin. Birinchi bo'lib, ochkini chap tomonida mana shunaqa knopkasi bor. Buni chapga surib o'chirib olasizlar. Agar telefoningizga ulangan bo'lsa, telefoningizdan uzilib turadi. Ochkini tashqari tomondan ikkita bosh barmog'ingiz bilan surishga urinmang, chunki faqat ochkini ichkari tomonidan ikkita bosh barmog'ingizni qo'yib turib itarsangiz, ochkini oynasi chiqadi. Keyin ochkini oynasini olganingizdan keyin bemalol opravalarni, mana bunaqa kir bo'lib ketgan joylarini tozalasangiz bo'ladi. Siz o'zingizni zreniyingizni ochkiga moslab, qanaqa qilib oynasini sindirmay olayotgan deb o'ylayotgan bo'lsangiz, mana sizga bitta zo'r layfhak. Oynalarni bemalol yechib olib, o'zingizni zreniyingizni moslatib, shu ramkaga to'g'irlatib, bemalol joylashtirib olsangiz bo'ladi. Joylashtirib olish uchun endi ichkaridan emas, tashqaridan kirgizishingiz kerak bo'ladi. Ochkini joylashtirib olganingizda, bu yoqda ham ikkita bosh barmoqdan foydalanasiz. Mana bu yog'iga ham уже kir bo'ldi. Endi oynalarni o'zimiz tozalab olamiz. Bu sizlarga layfhak bo'lgani uchun qo'shitomiz. Agar siz Ray-Ban tashkillari bo'yicha shunaqa to'liq ma'lumot olib, layfhaklarni o'rganmoqchi bo'lsangiz, Ray-Ban O'zbekiston kanaliga podpiska bosib qo'yishingizni esingizdan chiqarmang.